O'rik yetishtirish davomida mevada bo'ladigan muammolardan biri bu mana shunaqa yorilish bo'ladi mevani o'rikda. Mana ko'rish mumkin. Bu narsa asli hech qanaqa bir kasallik emas. Mevaga bir yeb bo'lmaydi degan joyi yo'q. Bemalol olib yesa bo'laveradi, lekin eksportga bunday turdagi mevani olib bo'lmaydi, chunki aynan shunaqa mayda teshikchalardan manilyoz kelib chiqishi mumkin. Eksportga yaramaydi. Uzoq chidab bera olmaydi. Shuning uchun buni bo'lmagan maqsadga muvofiq va buni paydo bo'lishiga asosiy ikkita sabab bor. Bu daraxtni chanqatib, so'ng keskin ko'p miqdorda suv berish. Shunday bo'lsa, ichidagi mana go'shi suv hisobiga kengayish boshlaydi. Tashqaridagi po'sti bunga tayyor bo'lmaydi-da. Buni hisobiga yorilish paydo bo'ladi. Va ikkinchi katta sabab bu keskin ko'p miqdorda azot berib yuborish daraxtga, karbamid yoki selitrani. Shuning uchun bog'dagi eng asosiy qoidalardan biri bu oz-ozdan tez-tez suvni ham, o'g'itni ham berish hisoblanadi. Shuning uchun suv berganda ham daraxtni iloji boricha chanqatib qo'ymay, me'yorda qilib suv berish kerak. Shuningdek, o'g'itni ham birda emas, bo'lib har suvni iloji bo'lsa yoki haftada bir marta, 2 haftada bir marta qilib o'g'itni bergan maqsadga muvofiq. Shunda mana shunday muammolar kelib chiqmaydi. Sifatli, to'liq, yaxshi meva olinadi.